Minecraft ligimizda 4 ishtirokchi bo'ladi va 2 ishtirokchi o'ynaydi. Bu yerda TNT'lar bor pastida. Tushib ketishi bilan o'lmaydi, batut qo'yib qo'yamiz. Tagiga o'lmasligi ham kerak. Chunki sizlar sababini bilsanglar kerak. Yana bilmadim. Men bu zinanonni qilamiz. Tak, batutni olamiz va qo'yib chiqamiz batutni. Chunki o'lmaslik kerak, jida bittasi. O'shanda tushib ketishi bilanoq bizni portlatib yuboramiz. O'lmaslik kerak. Zararli o'lmaslik kerak, u bizga kerak bo'ladi. Tushib ketishi bilan tushib ketdimda deb ketishi mumkin emas. U tushib ketishi bilanoq portlanishi kerak o'yin qoidasi bilan. Shunday. Shuning uchun ham biza shu batut bilan qoplab chiqamiz. Let's go. Endi tushib ketsa ham o'lmaslik kerak. Tez tushsa bo'lmaydi. Chunki portlatilib ketadi. Qarshi shunaqa bilmayman. Xo'p, endi portlatamiz. Portlatmaymiz. Qo'yamiz. Ishtirokchini chaqiramiz. Ular o'zi og'zina rozi bo'lgan. Lekin uni biz tuxumga qamab qo'yganmiz. Va tuxumdan hozir qo'yaveramiz. Ularni chunki tuxumga qamamaganimizda ular tezda rozi bo'lmay qolardi kelishi bilanoq. Ham ular chiqolmaydi chunki bu balandlikda narvon yo'q. Agarda narvon bo'lsa ham ular sekingina narvondan tushib ketishi mumkin edi. Shuning uchun biz narvon qilmadik. Mana endi biz ochamiz, tuxumni ichidan chiqaramiz. Tepaga chiqib olaylik. Ochamiz. Bitta qo'y bo'lmas ekan, pastlatamiz. Давайте pastlatamiz. Shuncha mehnatim. Mayli. Bu bazani kamaytiramiz. Vaqt o'tgan sari bazani yancha kamaytirib boramiz. Hattoki bitta blok qolishi ehtimoli ham bor. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Bitta blok qolsa bilasizlarmi nima bo'ladi? Oho. Mana qo'yaveramiz. Siz eskiversan uni deyishadi. Ko'pchilik siz-ku katta bersiz, yangi versan uni onasini ham sanishadi. Ko'pchilik menga eski versiya yoqadi chunki yoshligimdan beri eski versiyani o'ynayman. Bu menga qadrli. Men yangi versiya chiqishi bilan kuchayib ketishim bilan buni tashlab ketmayman-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mana endi let's go. Tuxumni ochaman bir. Ilida ikkinchi ishtirokchi bolasi edi, chunki ishtirokchi topolmadim. Bolasi qatnashganimni desam, albatta dedi. Siz ham qatnashamsizmi? Ha, qatnashaman. Ora ko'raychi. Su. Bolasini tarrasa o'lmaydi, lekin portlatib yuborib o'ldiradi. Cho'lichi. Sakramadi.
Yo'q, sakramadi. Yo'q, bola sakramadi-ku. Endi nima qilamiz, mayli. Bolasini tushirib yuborsa-yu. Tushkisi. To'xtanglar, 10 sekund o'tdi. Kamayadi maydon. Qoch, kamayadi maydon. Tarvorim ko'p ketdi, lekin bu ishtirokchida agarda men ham ishtirokchi bo'lganimda kayf qilib tarvorardim buni. O'tmanaqa. Ketdim. Ikki o'tib olmagan bo'lsa bo'ldi. Chunki churog'im ketdi. O'tmanaqa bolangga ayt, o'tib olya. Kamaytiryapman, o'tib olishni. Menimcha kamaytirmaymiz deyapti. Qarshilik qilyapti. Lekin nayiloj. Ishtirokchilar bitta blok qolishi ham mumkin. Tak, 10 gacha sanayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va nihoyat 10. Kamaytiramiz chunki 18 o'tdi. Sizlar xavfsizliksizlar, zombilar kelmaydi. Qo'rqmanglar. Agar zombilar paydo bo'lib normalni qiynab qo'ysa, ya'ni ursa, o'ldirsa, biz sizlarni qayta paydo qilamiz. Qoching biratan, tushib ketasiz. Tushsiz o'lasiz, chunki portlatamiz. Garchi hali blok bor. Mudda blok bor ekan, ungacha chichadan olaylik. Biz sakrab ko'raylik shu yerdan. Bu bolacha sakramoqchi keling, menga farqi yo'q. Mayli. O'la. O'sha stream. O'sha qishloq. Hali challenge o'tkazgan qishlog'imiz bu. Men bu qishloqni tark etolmayman. Bu tomondan sakraychi. Ropparasa, bo'la. Ropparasa. Qarab turman, bittalaring tushib ketsalaring ham o'lasizlar. 10 gacha sanayman hozir, bularni tashi. 10 gacha sanayman-da, men bularni tashi. Babi tushib ketadi, chunki bitta blokku tasavvur qilasizlarmi? Bitta blokdan bu odam tushib ketishi mumkin-da, bola. To'g'rimi? To'g'ri. Bat tutib qo'yaylik. Bomba qo'yibman, bomba. Bo'ldi. Endi 10 gacha sanashgan. 1 2 3 4 Bolangiz qani? Tushib ketibdi rostdan. Qani? 3 Qani bola? Nu qaytaramiz bolalar. Bolach iflos ekan. Mana qaytdimmi iflos? Portlaysan. Qochmoqchi bo'lgan ekanda. Tez topib keldimmi? Bitta topib keldimmi? Portlatishimiz kerak. Tezroq. Bu bolach shuni ichida-yu. Otasiga esa 100, ya'ni birsak blokli izmirot beramiz, chunki jitlar bilasizlar. Izmirot yaxshi ko'radi. Bolasi o'ldi. Bolasi bitta bir stak blok uchun bolasidan voz kechirdi. Tan berdim. Tan berdim. Sizlar bitta blokka tushirsizlar deb o'yladim. Lekin bolangiz itarib olsiz. Nachor bolangiz o'ldi. Bolangizdan voz kechdingiz.
lekin qayerga rostdan bolamga aytdim, qochib ket, topolmasin dedim. Topibsiz. Bolajonim. 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 Böyle siz istek zumrud yutol zahir qilsam demaysizmi? Yo'q. Pastga tusholmaysizdir. Bola keyingi videoda qanaqa blog deysizmi? Menimcha pauza uchun shularni yana bir yana bilmadim. Chunki hayır.